Bunaqasi hali bo'lmagan o'rtoqlar, yaxshilab o'tirib olinglar, bo'lmasa yiqilib tushasizlar narxini eshitib. Shunaqangi zo'r narx qo'yilgan, kerak bo'lsa 3 sotuvli holni kvartira narxida berib yuborishyapti. 4 ta xonasi bor, undan tashqari hol qismlariga ega haqiqiy o'zbekona xonadon ekan. Shahar bir qadam, lokatsiyalari ham juda ham zo'r, havosi toza joylarda ekan. Toshkent tumani Madaniyat Botir Achchiqosh yaqinida joylashgan mana bu xonadonni bitta ko'rib bermasanglar bo'lmaydi. O'rtoqlar, uzun bir darvozaxonasiga bemalol 4 ta mashinangizni qo'yishingiz ham bo'ladi. Kirishdan shunaqangi holni ko'rish mumkin, konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan birinchi xonasidan boshlab obzorni ko'rsatib beraman. Mana bu oshxonasidan hovliga chiqadigan joylari ham bor, akvariumlariga necha. Yumshoq mebellarda mazza qilib choy ichib o'tirsangiz ham bo'lar ekan, o'rtoqlar. 3 sotuvda shunaqangi zo'r hovlingiz bo'lsa, to'yingiz qatta qilgan bo'lardingiz. Izohlarda yozib qoldiring. Keyingi mo'l xonalarda mazza qilib qarindosh urug'larga ehson dasturxonlari yozsangiz bo'lar ekan. Mana bunday chiroyli xonani yotoqxona sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Bu tomonda yana bitta xonamiz bor. Ota-ona yotoqxonasi sifatida foydalansanglar, bu yerda bo'lsa umumiy sanuzellarga ham ega, do'kon tunikat yo'llarigacha o'rnatib qo'yilgan. 95 ming puliga bo'lganda mana shu xonadonni sotib olgan bo'larmidinglar? Albatta fikrlarni qoldiringlar.